Bank va tadbirkor muammodan yechimga mamlakatimizda ayni tamoyil asosida yaratib berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar aholi farovonligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda. Bu borada Turon Bank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan ham tadbirkorlarning faoliyati va loyihalari qo'llab-quvvatlanmoqda. Hamkasbimning navbatdagi lavhasi shu haqda. Davlatimiz rahbari ishbilarmonlar bilan ko'proq muloqotda bo'lish, ularning tashabbuslari, faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'p bora ta'kidlaydi. Hozirda sohada yaratilgan imkoniyat va preferensiyalar sabab mamlakatimizda tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolar va o'z biznesini yurtimizda yuritishga xohishi bor investorlar soni yil sayin ortmoqda. Turkiyaning 100% investitsiyasi asosida faoliyat boshlagan Zalal Muvaffaq xorijiy korxonasi salqin ichimliklar, mineral suvlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. 24-yilda investitsiyani boshlaganmiz. 2 yilda bu korxonani tashkil qilganmiz. Hozir ishlab chiqarish boshlaganmiz. Qozog'istonga, Tojikistonga va Qirg'iziston va Rossiya davlatlariga eksport bo'ladi. Eronga ham eksport qilganmiz. Shu yil Yevropa va Amerika davlatida boshlaymiz eksport qilishni. Bozorlari talablari yaxshi. Hozirgacha ulgurmaymiz ishlab chiqarishga. Korxonamiz Yevropa standartini ishlab chiqaradi. Quvvati 1 soatiga 60 ming dona banka chiqaradi. 8 xil mahsulot bu yerda ishlab chiqaradi. Bundan keyin Tetropak оборудованияsi ham kelgan bizga. Buni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Noldan baklashkagacha o'zimizning zavodimizga shu yerda ishlab chiqariladi. Hozirgi kunigacha Turon Bank bilan ishlayapmiz. Hamkorlar ham juda ham yaxshi. Erkin iqtisodiy zonasi, soliq imtiyozlari juda ham yaxshi yaratilgan. Investorlarga asosan imtiyozlar bor, kafolat ham bor. 1,5 yil ichida bizning sarmoyamiz natija berildi. Eksportlarni bu hammasi davlat yordami bilan, gazga, yerga, soliqga, o'shalar hammasi davlat yordami bo'lgan bizga. O'shanga juda ham xursand, minnatdormiz. Yangi brendlar ichki bozor rastalarida o'z o'rniga ega. Ayni yoz faslida mahsulotlarga bo'lgan talab o'ta yuqori. Bu yerda qariyb 400 nafar aholining doimiy daromad manbaiga ega bo'lishi esa vazifalar ijrosining eng muhim bandlaridan biridir. Germaniyadan keltirilgan ushbu zamonaviy texnologiya ayni paytda soatiga 60 ming dona mana shu kabi salqin ichimlik ishlab chiqarish quvvatiga ega. Shu paytga qadar korxonaga bu salqin ichimliklarning idishlari xorijdan import qilinyapti. Keyinchalik esa mana shu korxonaning yondosh hududida 8 gektarlik yer maydonida bu kabi idishlarni o'zimizda ishlab chiqarish quvvatlari ham o'rnatilishi rejaga kiritilgan. Tadbirkorlar, investorlar va Turon Bank xodimlari o'rtasida tashkil etilayotgan uchrashuvlar amalda yaxshi samara beryapti. Muloqotlar jarayonida qator mavjud masalalar joyida hal etilib, ishlab chiqarish quvvatlariga moliyaviy ko'mak berilmoqda. Bankimiz Zalal Muvaffaq korxonasi bilan tashkil etilgan kundan boshlab o'zaro hamkorlik olib kelmoqda. Shu kunga qadar bank tomonidan korxona va ularning xodimlariga sifatli hamda tezkor xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Korxona xodimlariga shu yerning o'zida bank xizmatlarini ko'rsatish imkoni yaratib berilgan. Bu esa o'z navbatida xodimlarning vaqtini tejash, ularga yanada tezkorlik bilan xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratmoqda. Kelgusida korxona quvvatlarini oshirish va buning natijasida eksportkor mahsulotlarni ko'paytirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Uchrashuv natijasida ularning kelgusidagi rejalari tinglandi, bank tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar rejalashtirib olindi. Bu esa o'z navbatida kelgusida korxonani quvvatlari oshishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga hamda mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlanishiga olib keladi. Germaniya texnologiyasi asosida faoliyat yuritayotgan loyiha qiymati 40 million dollarni tashkil etadi. Hozirda xorijiy buyurtmalarni ta'minlash uchun ham tashabbuslar qilinyapti. Eksport geografiyasi birinchi bosqichda Markaziy Osiyo davlatlarini qamrab oladi. Ayni paytda bu kabi istiqbolli loyihalar ko'lami bisyor. Turon Bank esa ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda davom etadi.